Assalomu alaykum. Sevoyim qalbimdan lol bo'lib maftun. Aka gaplashib kelib qo'yimiz. Xullas shunaqa gaplarda yo'q aka. Aytgancha keyin nima bo'ldi aka? Sevgim kuchli qilib erini o'ldirdim. 8 yil o'tirib chiqdim aka. Hayot ekanda. Men uni boshqa erkak bilan tasavvur qila olmadim. Sizni ham vaqtingiz olmay aka. Charchamang. O'zingiz ehtiyot qiling mayli. Yaxshi bo'ldi, sal ko'palda bordim-da. Taksilarning o'zi ham aldiydi-ku. Hozir nima qiladi? Esdan chiqib ketadi 5 minutdan keyin. Shundoq bola-ya. Hayotligimni qilmay shavqat-a.